Husanov Nyukaslga qarshi o'yinda 3 ochkoni asrashda fidoyilik ko'rsatdi. Angliya Premyer Ligasining 27-turida Manchester City o'z maydonida Nyukaslni qabul qildi va 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Ushbu muhim bahsda Abduqodir Husanov ham maydonga tushdi. U ikkinchi bo'lim boshlanishi bilan Ruben Dias o'rniga o'yinga qo'shildi. Guardiola shogirdlari uchun har bir daqiqa oltinga teng bo'lgan pallada Husanovning maydonga kirishi shunchaki almashinuv emas, balki aniq hisob-kitob qilingan taktik qaror bo'lgani aytilmoqda. Cityni yoritadigan manbalar ham Pep Guardiolaning bu qadamini aynan strategik yechim sifatida ta'kidlagan. Himoyachi qolgan daqiqalarda o'zini yo'qotmadi. Pozitsiya tanlash, to'pga chiqish, qarshilashuvlarda qat'iyat, hammasi ishonchli rejimda bo'ldi. Natijada jamoa o'yinni so'ngigacha ushlab, juda muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Qator statistik portallar Husanov o'yinini ijobiy baholadi. Xususan, SofaScore nashri Husanovga 7 ball qo'ydi. Bu markaziy himoyachi uchun, ayniqsa o'yinga keyinroq qo'shilgan holda, yomon ko'rsatkich emas. Aksincha, o'z vazifasini toza bajardi degan signal. Ma'lumot uchun, keyingi turda shaharliklar safarda Leedsga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 28-fevral kuni bo'lib o'tadi. Endi eng qizig'i, Husanov ushbu ishonchni saqlab qolib, navbatdagi bahsda ham imkoniyatdan maksimal foydalana oladimi?